Salom do'stlar. Bugun biz mana bu Minecraftda mana bu qurolni bilasizlar, otsa qaytmaydi, ana shuni ot ketsa qaytayotgan qilamiz. Buning uchun bizga mana bu narsa kerak. Keyin biz sehrli kitoblardan esa mana bu kerak. Hozir ko'rsataman sizlarga. Qaranglar. Tiagun degan kitob bo'ladi. Bilsanglar, bilmaganlar bilsin. Tiagun. Mana videolarimni hammasi ishlaydi albatta. Nima qolmagani yo'q. Mana бесконечный yo'q. Bo'lmas. Mana Tiagun 1, Tiagun 3, mana Vernosti 1, mana 3 tut. Maslahatim sizlarga 3 ni oling. Vernosti degan Tiagundan nimasiga turadi? Tiagundan bu Tiagun esa xuddi o'shanga o'xshaydi, faqat bu uchadi. Qo'lingizdan nayza ketmaydi, ham yaralay, ham uchrasiz. Mana birinchisiga bunday qilamiz. Vernosti nima qilamiz? Mana bunday qilamiz buni. Keyin mana sehrli kitob bo'ldi. Bundan keyin yana bitta, ikkita nimani qaranglar. Bu esa oddiy. Bunday qilamiz. Keyin Tiagun degan kitobni bunday qo'yasizlar, sehrli olib. Mana survivalga ko'ringlar, hozir eng zo'r qurol shu o'zi. Minecraftdagi eng zo'r qurol shu o'zi do'stlar, uzilishib qolibdi. To'g'ri zartga qo'yib nima qilganim uchun. Yo'qsa video albatta like bosinglar, bilmaganlar. Iltimos, bu men uchun juda muhim. Boshqa nima chiqarishim uchun, ya'ni mana slojnoga turibdi, hozir mirno qilamiz. Shunchaki. Endi. Ha aka, yaxshimi, siz nima kerak sizga? Kechirasiz. Bandda mana shu narsani nima qiling aka. Xullas mana-da. Bu Tiagun, bu uchadi mana. Bu suvga ishlaydi, faqat suvga. Yaxshi qilmay. Shu uchishi yomon-da, buni tushib ketishi mumkin. Voychach. Mana. Chog'maysiz, ne qilasiz? Bitta otasiz mana. Bu deylarmi eng zo'r nima. Vocha. Vocha. Mana chiqoldik. Survivalga qaraylik. Mana u esa qaytadi. Uchsa hech qanday nimasiz bu. Shuni boradi, shuni qaytadi. Ko'rdinglar? Vernosti degan kitob bilan. Bu mer, agar bu mening merim, shu yerda men bilaman kodini, necha yoz chiqishini. Agar qiziqsanglar, mana lichkam yozinglar, shu haqida ham video chiqaraman. Mana ikkita oldim bu. Hech nima tekkan yo'q, boshqa video chiqarish uchun bilmadim. Faqat xuddi ana shunday bo'lib chiqasizlar. Buni topish faqat qiyin. Ana shu taraf, to'g'ri men qarab turgan tarafga paydo bo'lasizlar. Keyin shu qarab kelishlaring kerak. Mana hozir ko'rsatam bor. Men bularni ko'rsatdim. Videomiz o'zi ana shu qurollar haqida. Sizlar ham bilasizlar. Lekin biz aslida mana qilgan sandiqdagi naslda olmaganman. Bonus chitni bossalar shu paydo bo'lasizlar. Shu daraxt ustiga koordinat degan bitta narsa bor, o'sha bosib qo'ysanglar ham bo'ladi. Keyin ana shu tarafga qarab yurasizlar. Mana bunday qilib yurasizlar. Qishloq chiqadi o'zi. Voy, uzr. Tushib ketadim. Zarya xalaqit bitdan o'lsin sar. Mana ko'rdinglar, mana o'chach tovuqcham o'ldiramiz. O'cha. Vahaha. Ko'rdinglar, mana meni qurolni maqtaymiz o'ziroq. Bu bo'ldi. Qurolni mana ishlatishi juda oson. Zombilar bilan urushga va qo'l keladi. Buni siz suvdan chiqa olmay qolsanglar, bitta bosasizlar, hozir boshqa ishlamay. Mana shu nima qilik, yeron qo'l. Amayli yaqinroq bo'lish kerak. Mana yeron qo'lim. Bitta, ikkita. Qaranglar, sananglar, nechta o'ldirishini. Uchta bo'ldi. Bo'lsin. To'rtta. Qaranglar, nechta o'ldiradi. Hisoblanglar. Yeron qo'limni. 5 ta. Qaranglar, hisoblab turinglar. Yeron qo'lim nechta o'ldirishini. 6 ta. 7 ta. 8 ta. Ona var. Men qaytib kelar baribir. 9 ta. Ona var. Qarang, 10 ta o'lsa kerak menimcha. 10 ta.
To'g'ri, qiyin ekan o'ldirishi 11 ta, lekin zato zombilar 3 ta o'ldir, men o'z sinab ko'rganman. Mana 12 ta o'ldi, temirni olamiz 3 ta temirni. Xullas, mana kuddinglar. E'tiboringiz uchun rahmat. Like bosing, kanalimga obuna bo'ling. Shunday qiziq narsalarni ko'rsataman sizlarga. Mana qiziq narsalarni ko'rsataman. Ko'rgan bo'lsanglar, mana qiziq narsalar ular. Kuddinglar, qiziq narsalar. Umma zerikarli, perikarli narsalar bo'lmaydi. Salom, villagening ichida o'ldirgan. Watch. Bitta 3 ta. Kuddinglar, zombini ham shuncha. Bilsanglar, zombi bilan village jon deyarli teng. Kuddinglar, mana video uchun, like'lar uchun rahmat demayman. Hali like boshlaringan yo'q, lekin oldindan bosilgan like'lar uchun rahmat. Mana video yoqsa albatta like bosib qo'yinglar, iltimos sizlardan. Mana kuddinglar, qanday ajoyib narsalarni o'rgatdim sizlarga. Birinchisi uchayotgan, ikkinchisi qaytayotgan. Mana Vernos degan kitob bilan sehrlaysizlar, unutmanglar. E'tiboringiz uchun rahmat va xayr. Sog' bo'linglar. Buni suvga ishlaydi. Qani hozir. Sog' bo'linglar, sizlar mana hozir o'ynayman. Voy. Bo'pti, xay. Shunday bo'lishdan ehtiyot bo'linglar.